Assalomu alaykum jiyazim va aziz obunachilar. Xudo xolasa bugungi videoda ham boshlab oldik. Bugungi videomizda biz bir ajoyib mijozimiz uyiga ajoyib bo'lgan o'zimiz mebellarni qilib berganmiz. Bugungi videoda u qilib bergan mebelimizning narxi, nimadan tayyor bo'lishini bizga Abdulaziz akam tushuntirib beradi. Ko'rishinglar mumkin. Xonani dizayniga ham yomon aytib o'rgan. Assalomu alaykum aka. Assalomu alaykum aka. Yaxshimisiz? Bo'ladimi? Kelaychi yo'q bo'lsak. Xudo xolasa bugungi videomizdan boshlab oldik aka. Bizga shu mebelni necha pulga tayyor bo'lgani va nima mahsulotlar ishlatilganini va joylar qayerdaligini aytib bersangiz ko'rishinglar mumkin. Juda ham chiroyli chiqqan mebel. Assalomu alaykum Jaz Mebel aziz obunachilari. Biz ish faoliyatimizni qaytadan boshladik. Hozir o'rtada ozgina pauza bo'ldi. Xo'p. Bu mebellarimizga keladigan bo'lsak, matosi toza hammer matodan bo'lgan Turkiyanikidan. Xo'p. Yog'ochlariga keladigan bo'lsak, toza yong'oqdan bo'lgan. Mana shunday chiroyli polishlari, yostiqchalari mana adashmasam juda chiroyli turibdi. Maloshniy bo'lib turibdi. O'zinglar bitta baho berasizlar 1 dan 10 gacha. Kommentariyada qoldiringlar. Buni padzakasiga ham qilib beraverasizlar aka. Xohlasa padzakasiga, xohlasa o'zimiz omborimizda ham bo'ladi. Shunday yumshoq bo'ladi. Ularni ko'rishinglar mumkin. Stollarni ko'rib bo'lmaydi, o'tirib his qilish kerak albatta. Albatta. To'g'ri aytsak, stollari ham mana. Ham ajoyib. Prezidentskiyda o'tiribman-da, hozir men prezidentda. Ko'rishinglar mumkin, ajoyib bo'lgan. Narxini aytib o'tadigan bo'lsak, mana shunday faqat stolni o'zi $500 bo'ldi. Ya'ni 6 ta stul, bitta stolni o'zi $600 ga tayyor bo'ldi sizga. $500 ga. $500 ga tayyor. $500 ga tayyor bo'ldi. Bu alohida. Bu alohida, chunki hali yana narsalari bor. Yana alohida video qilamiz. Xo'p, endi bu yoqqa ham kirsak, bu yoqda mebellarimiz bor. Ko'rishinglar mumkin. Hali to'la bitmadi. Bir yo'l to'la bitganda narxlari bilan ham yana bitta obzor video qilamiz. Uni o'tkazib yubormaslik uchun albatta podpiska tugmasini bosib qo'ysanglar, yangi video chiqqanda sizlarga xabarnoma bo'lib boradi, bildirishnoma bo'lib. Bu mebelimizning obzoriga keladigan bo'lsa, bu ham toza hammer Turkiya mebel, Turkiya matosidan oyoqlari va mana shunday chekalari toza yong'oqdan bo'lgan, 100% yong'oq. Toza yong'oqdan bo'lgan ekan, ko'rishinglar. Buni mebelchi akalarimiz o'zi bitta ko'rishda biladi, yong'oqni yoki boshqa mahsulotligini ko'rishinglar mumkin. Mana shunday juda chiroyli turibdi, adashmasam, to'g'rimi aka? Juda ham chiroyli aytyapti. Xonamiz dizayniga ham yaxshilar aytib qo'ygan. Ikkiga klassikani berib turibdi, ranglar chiroyli. Klassika minimalizm aka. Mana shunday skromli turibdi, adashmasam. Narxlari misol bu videoda qo'yganimizdan keyin ko'pchilik obunachilar kommentariyada yomonlab ikkiga qimmat deyishi mumkin aka. O'zingiz shularga bitta ajoyib javob aytsangiz yaxshi bo'lardi. Ikkiga aka, sizlar qayerda ishlab chiqarasizlar? Hamma yo'g'ini sir asrorini bir aytsangiz, hamma uchun, hatto men uchun ham bu narsa juda ham qiziqarli-da. To'g'ri. Narxini qimmat degan akalarimiz uchun sizlarga birinchi o'rinda savol, sizlarga sifat muhimmi yoki narx muhimmi? Sifat bo'lsa, albatta Jaz Mebel tanlashinglarni tavsiya qilamiz. Choklarni ham aka bir qator ko'rsatib qo'yaylik aka. Chiroyli choklari bir tekkiza bo'lgan aka. Hech qanday xudo xohlasa hech qanday muammo bo'lmaydi. Endi manzilimizni aytib o'tadigan bo'lsak, biz to'g'ridan-to'g'ri ishlab chiqaruvchimiz, ya'ni siz sotib olayotgan bo'lsangiz, to'g'ridan-to'g'ri ishlab chiqaruvchidan sotib olasiz. Ya'ni do'kon, ikkinchi qo'l, unaqalarni sotib olmaysiz. Ya'ni o'zini narxida, ozgina qo'yilgan holatda sotiladi. Endi bari hamma ham qo'yadi-yu. Shunaqa aka. Lekin ikkinchi, uchinchi qo'l emassizlar aka. O'zingizlarni do'koninglar, zavodlar qayerda, omboringlar? Andijon shahar eski Mazavodning ichida. Eski Mazavodning ichida. Pastda nomerlarni qoldirib qo'yamiz. Bemalol kelib xarid qilishinglar mumkin. O'zimizda boshqa turdagi, uslubdagi mebellarimiz ham qo'yib qo'yganmiz u yerga. Har qanday turdagi mebelni qilaverasiz. Xohlaganini aka. O'zi masalan rasmda ko'rsatib, "Manaqa mebel kerak" desa bo'ldi, biz ustalarimiz qo'li gul usta chiroyli qilib berishadi, xudo xolasa. Xudo xolasa pastki nomerlarga aloqaga chiqamiz. Abdulaziz aka, rahmat sizga. Bugungi videomiz ham o'z nihoyasiga yetdi. Agar sizlarga ham shunaqa mebellar kerak bo'ladigan bo'lsa, pastki nomerlarga murojaat qilishinglar mumkin.